O'zbekistonda ilk bor amaldorlar ommaviy ravishda ishdan bo'shatildi. Bugun Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tgan video selektor yig'ilishida davlat boshqaruvi, huquq-targ'ibot va iqtisodiy nazorat sohalaridagi kamchiliklar tanqid qilinib, qator amaldorlar lavozimidan ozod etildi hamda bir nechta rahbarlarga nisbatan jinoyat ishlari qo'zg'atildi. Xususan, Davlat aktivlarini boshqarish agentligi direktori Akmalxon Ortiqov bozor qiymati 250 milliard so'm bo'lgan yer uchastkasini yopiq auksion orqali 120 milliard so'mga sotilishi bilan bog'liq bo'lgan qonunbuzarliklar sababli ishdan bo'shatildi. Soliq ma'murchiligidagi kamchiliklar uchun Soliq qo'mitasi raisi birinchi o'rinbosari Mubin Mirzayev ham lavozimidan ozod etildi. Qo'shilgan qiymat solig'i orqali sun'iy ortiqcha to'lov yaratish va budjetdan noqonuniy qoplash holatlari qayd etildi. Shuningdek, Ichki ishlar vazirligi tizimi davlat xaridlarida 186 milliard so'm mablag' o'zlashtirilganligi aniqlanib, vazir o'rinbosari Bekmurod Abdullayev hamda departament rahbari Rustam Tursunovga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Toshkent shahar Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Ravshan Sultonxo'jayev va shahar prokurori vazifasini bajaruvchi Anvar O'rmonovga poytaxtda jamoatchilikning oldini olishdagi kamchiliklar uchun hayfsan e'lon qilinib, 6 oylik sinov muddati belgilandi. Yig'ilishda O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyatida ham moliyaviy qonunbuzarliklar mavjudligi aniqlandi. Prezident ma'lumotiga ko'ra, budjet va moliya sohasida 53 trillion so'm, tashqi savdoda esa 8 milliard dollardan ortiq qarzdorlik aniqlangan. Korrupsiya ishlari bo'yicha 4,2 trillion so'm zarar yetkazilgan, shundan 1,3 trillion so'm undirilgan. 55 nafar shaxs esa qamoqqa olingan. Shuningdek, poytaxt tumanlarida jinoyatchilik holati tahlil qilindi. Chilonzor oilaviy zo'ravonlik va talonchilik, Yunusobod bosqinchilik, Yashnobod va Mirobod qotillik holatlari bo'yicha yuqori ko'rsatkich qayd etgan. Prezident Toshkentda jamoat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha poytaxt namunasi deb nomlangan yangi tizim joriy etilishini ma'lum qildi. Unga ko'ra, patrul xizmatlari 3 smenada ishlaydi. Murojaatlar bo'yicha guruhlar 5 daqiqa ichida voqea joyiga yetib borish kerak. Gavjum joylarda esa dronlar orqali kuzatuv yo'lga qo'yiladi. Narkotik va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish doirasida tegishli agentlik vakolatlari kengaytiriladi. Ichki ishlar vazirligida uyushgan jinoyatchilikka qarshi alohida xizmat tashkil etiladi. Kiber jinoyatlar bo'yicha ham alohida departament tashkil etilib, unga bevosita Ichki ishlar vaziri mas'ul bo'ladi. Profilaktika inspektorlari uchun 1-iyuldan boshlab xizmat stajiga qarab 5 million so'mgacha oylik ustama joriy etiladi. Viloyatlardan kelib ishlayotgan xodimlarga uy ijarasi kompensatsiyasi oshiriladi. Qurilayotgan uy-joylarning 30% ushbu toifadagi xodimlarga ajratiladi. Shuningdek, yig'ilish davomida Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan yana bir qancha tizimlardagi kamchiliklar jiddiy tanqid qilinib, nazorat ostiga olindi.